Fransuz oshxonasining sevimli va mashhur qatqat bulochkalaridan biri pan à shokoladni uy sharoitida tayyorlaymiz. Demak, bulochkalarimizni xamiri uchun iliq 150 ml sut, 150 ml suv, 100 g shakar, yarim choy qoshiq tuz va 5 g quruq dro'jja solib, hammasini aralashtiramiz. So'ng elakdan unni oz-ozdan o'tkazib, yumshoq, qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Orada xamirga 50 g yumshoq sariyog'i ham qo'shib singdirib olamiz. Ushbu xamirga umumiy hisobda menda 450 g un yetarli bo'ldi. Endi xamir 3dan 1 qismini bo'lib, kichkina bo'lagiga 5 g kakaoni elakdan o'tkazamiz. Xamir qattiq bo'lib qolmasligi va kakao yaxshi singishi uchun ozgina iliq sutdan qo'shib yuborsak bo'ladi. Xamirlarimiz tayyor. Buni ikkalasini ustini yopib, issiqroq joyga 1-1,5 soatga oshish uchun olib qo'yamiz. Do'mboqqini bo'lib oshib chiqqan xamirni kattasini 8 bo'lakka, kichkinasini esa 3 bo'lakka bo'lib, zuvolachalarni yasaymiz. Zuvolalarning ustini yopib yana 10 daqiqa tindiramiz, shunda yoyishimiz oson bo'ladi. Endi xamirlarni birma-bir unlangan stolda ochib, idishga taxlab chiqamiz. Har bir xamir qavatiga yumshoq, mazali sariyog'dan surib chiqishimiz kerak bo'ladi. Albatta, pan à shokolad yoki kruassan tayyorlashda to'g'ri sariyog' tanlash juda muhim. Kruassanning nozikligi aynan shu sariyog'da namoyon bo'ladi. Shuning uchun men har doim kallik sariyog'ni ishlataman. Ushbu sariyog'i o'ziga xos mayinligi nafaqat kruassanlar, balki boshqa turli xil qatqat va pisochniy pishiriqlar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu sariyog' bilan pishiriqlarim doimo kutganimdan ham a'lo darajada chiqadi. Oxirgi qavatlarga 3 ta kakaoli xamir qo'yiladi. Eng tepasiga sariyog' surish shart emas. Xamir ustini yopib kamida 2 soat, imkon bo'lsa kechqurun bilan sovutgichda qoldirilgani yaxshi. Muzlab olgan xamirni unlangan stolda 35 ga 40 cm kattalikda ochamiz. Yaxshi muzlagan xamirning ichidan sariyog'lari chiqib ketmaydi. Shunaqa bir tekisda yoyiladi. Yoyilgan xamir chetlarini olib tashab, 12 dona bir xil lentalarni kesib olishimiz kerak. Har bir lenta ustiga lezva yordamida mana shunaqa kesmachalar kesib chiqamiz. Endi lentani orqasiga o'girib, ichiga xuddi ko'rsatganimdek shokoladlarni qo'yamiz va bulochkalarni o'rab olamiz. Oxirgi uchini tagiga tushirishga harakat qilishinglar kerak. Shunda bulochkalar pishayotganida ochilib ketmaydi. Tugilgan bulochkalarni listga taxlab, usti yopiq holda issiq joyga 1 soatga oshirgan qoldiramiz. Oshib olgan bulochkalarning ustiga tuxum surib, oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkaga o'rtacha 25 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Mana juda ham chiroyli bulochkalarimiz pishib chiqdi. Buni kumur-kumur ovozini eshitosizlarmi? Ichi ham g'ovey-g'ovey chiqqanini qaranglar. Mazasiga ham ta'riflashga til ojiz.